Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi videomizda 27-fevraldan 2-martgacha bo'lgan ob-havo prognozi bilan tanishamiz. Ma'lumotlar Gidrometeorologiya xizmati agentligi tomonidan taqdim etilgan. Demak, hafta oxirigacha mamlakatimiz hududlarida qanday ob-havo kutilmoqda? Keling, viloyatlar kesimida ko'rib chiqamiz. Avvalo, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Asosan yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 1-mart kuni ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 27-fevral kuni kechasi 2-7 daraja sovuq bo'ladi. 28-fevraldan 2-martgacha kechalari 0,5 daraja sovuq kuzatiladi. Kunduz kunlari 27-28-fevralda 0,5 daraja iliq, 1-mart kuni esa 2-7 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 1-mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 27-fevral kuni kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. 28-fevral kuni kunduzi 13-18 darajagacha ko'tariladi. 1-mart kuni 10-15 daraja iliq, 2-mart kuni esa 8-13 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Navoiy viloyatining shimoliy hududlarida kechalari 5 darajada sovuq kuzatiladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida 27-fevraldan 1-martgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. 2-mart kuni esa ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 27-fevral kuni kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. 1-mart kuni esa 12-17 darajagacha ko'tariladi. 2-mart kuni esa 9-14 darajada iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida nisbatan iliq ob-havo saqlanib turadi. 27-fevral kuni kunduzi 15-20 darajada iliq bo'ladi. 28-fevral va 1-mart kunlari 18-23 darajagacha iliqlik kuzatiladi. 2-mart kuni harorat biroz pasayib 10-15 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik asosan 2-mart kuni ayrim joylarda kuzatilishi mumkin. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida 27-fevral kechasi va ertalab, shuningdek 2-mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 28-fevral, 1-mart kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 9-15 daraja iliq atrofida bo'ladi. Tog' oldi va tog'li hududlarda esa 27-fevral hamda 1-2-mart kunlari vaqti bilan yomg'ir va qor yog'ishi mumkin. 28-fevral kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-fevral kuni ayrim tog'li hududlarda qor ko'chishi xavfi mavjud. Harorat kechalari 2-7 daraja sovuq, kunduzlari esa 7 darajada iliq bo'ladi. Ayrim joylarda tuman tushishi ehtimoli bor. Xulosa qilib aytganda, respublika hududlarida asosan o'zgaruvchan ob-havo saqlanib turadi. Ba'zi kunlari yomg'ir yog'ishi, tog'li hududlarda esa qor kuzatilishi mumkin. Shu kabi va aniq rasmiy ob-havo ma'lumotlari uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoni yaqinlaringiz bilan ulashing. Keyingi yangiliklarda ko'rishguncha